Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, Andijon qora jo'jalarimiz sotiladi. 1 oylik, xudo xolasa, katta bo'lib qolgan, hammasi sveji. Hammasi sog'lom jo'jalar. Xo'p, jo'jalarimiz manzilimiz Andijon, Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidamiz. Telefon nomerlarimiz pastda bor. Imo, WhatsApp, Telegram. Hop. Instagram ham bor. Kimga shunaqa sog'lom jo'jalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar do'stlar. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavka отдельно pullik bo'ladi. Hop do'stlar, narxlari 25 ming so'mdan. Andijon qora jo'jalari 25 ming so'm. Faqat bular kichikroq jo'jalar. Endi buni oladigan odamlarga tavsiya, olishdan oldin обязательно joylaring chiroyli qilib taxlab, keyin olsanglar bo'ladi. Kunduz kuni bemalol yuraveradi ko'chada. Bemalol sayr qilib yuraveradi. Hozir ko'chadagilarni ham ko'rsatamiz yurganlarini. Hop, kechqurun обязательно mana shunday yopiq joy bo'lishi shart do'stlar. Ochiqqa qo'yib qo'ysanglar, kechqurun baribir o'zgarish salqin bo'ladi. Hop. Jo'jalar kasal qilar. Jo'jalar yuribdi hovlida. Maza qilishdi. Bemalol o'tlab yurishibdi. Do'stlar, kimga shunaqa chiroyli, sog'lom jo'jalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Jo'jalarimiz 1 oylik, narxlarini eslatib o'taman. 25 ming so'mdan narxi. Hammaga sog'lik, omonlik. Nechta desanglar topib beraveramiz, xudo xolasa.